Hürmetli vatandaşım, leksiyemizi devamlaştırırız. Biz yakında sizlerge Xitay nemi oyun oynavatıdı. Yani qaytadan alı topalan kötədi Şinjan meselesi boyunca degen edik. Şundaq boldu. Yakında Xitay hükümeti Şinjanның dini itiqad erkinligi ahvoli to'g'risida aqtashliq kitob e'lon qildi. Bugun biz mush to'g'rida leksiya so'zlaymiz. Bizning bu leksiyamizning mavzusi Şinjanның dini itiqad erkinligi ahvoli to'g'risida e'lon qilingan aqtashliq kitobga baho. Yakında Xitay mustamlikçileri hakimiyetinin devlet mahkemesi 6. ayının 2. günü Şinjanның dini itiqad erkinligi ahvoli to'g'risida aqtashliq kitob e'lon qildi. Bu kitap 7 qismga yoki 7 bobga bölündü. Birinci, Şinjanның dini itiqad tarixi. İkinci, fuqarolarning dinga itiqad qilish erkinlik huquqini kapolatga ega qilish. Üçüncü, dinga ishonadigan fuqarolarning normal dini ehtiyoj talablarini qondirish. To'rtinchi, dini ishlarni qonun bilan boshqarish. Beşinci, din sohasida dini sohada tashqari dunyo bilan aloqa qilishni qanot yoydirish. Altıncı, dini radikalistlik hareketlerden müdafialanish ve zarbi berish. Yettinci, dini sahadaki zatlarning aktiv rolini joriy qildirish. Qatorliq 7 qismga bo'lingan. Xitoy davlat andikilayli Xitoy davlat mahkamasining dini itiqad erkinligi to'g'risida aqtashliq kitob e'lon qilishi nima zaruriyat tarafidan belgilandi? Vaqtiyatda Xitoy davlat mahkamasi qaysi vaqtga duch keldi? Ve Xitoy davlat mahkamasi qandaq vaqtni qo'lga keltirmoqchi bo'ldi? Qandaq vaziyatga duch kelib Xitoy hukumati Uyg'urlarning dini e'tiqod erkinligi to'g'risida aqtashliq kitob e'lon qilishga majbur bo'ldi? Bu savollarga javob berishdan burun yana bir necha savolni o'tirib qo'yib, shu savol bo'yicha to'xtalib bir tugunni yeshayli. Mesela 20 milyon kişiden teşkillengen Uygur cemiyeti bugün itiqad meselesiga, yani dini itiqad erkinligi meselesiga, dini itiqad, dini kapolatga ega qilish yoki Xitoy talaffuzida kapolatga ega qilish yoki Uyg'urlar talaffuzida kapolatga ega qilish. Xitoy talaffuzida kapolat deganda abstrakt aldamchilik bilan niqoblangan siyosat degan. Uyghur talaffuzida kapolat ega qilish degan gap dini e'tiqodimiz, biz tabiiy huquqimiz, tabiiy e'tiqodimiz bu qo'g'dilish kerak, qonun tarafidan qo'g'dilish kerak va Uyg'urlarning o'zining huquqi doirasida qo'g'dilish kerak degan so'z. Shundaq masalasiga duch keldimi? Shundaq masalaga duch keldimi yoki Uyg'urlar siyosat, siyosiy masalaga, siyosiy ongning uyg'onishi, siyosiy tashkillanish, siyosiy harakat qilish, siyosiy faoliyat harakat bilan faoliyatning oxirgi siyosat nishoni davlat qurish, mustaqillik yoki Uyg'urlarning yaqinqi zamon tarixida qurilgan 3-Cumhuriyatni ma'muriy, tashkiliy, tarixiy ravishda asliga keltirish. Qisqasi, Uyg'urlar jamiyati bugun diniy e'tiqod erkinligini kapolatga ega qilish masalasiga duch keldimi yoki Uyg'urlar davlat qurishdan iborat siyosat meselesiga duch keldimi? Savollarimizni mundaq takrorlasak, savollarga to'liq javob bermay turib, savollardan yana savol tug'iladi. Oxirida yashmoqchi bo'lgan bir masala, ta'bir bermoqchi bo'lgan bir masala, tushunmoqchi va tushundirmoqchi bo'lgan masala o'ttirg'i chiqadi. Bir jamiyatda din nima? Bir jamiyatda dinning roli nima? Bir jamiyatda siyoset nima? Siyoset bilan shug'ullanishning ahamiyati nima? Zaruriyati nima? Qisqasi, siyoset bilan dinning munosabati nima? Siyoset bilan dinning aloqasi nima? degan savollar, masalalar o'ttirg'i chiqadi. Kechiring vatandoshim, men diniy odam emas va dinning ichidagi odam emas.
Mening kasbiy faoliyetim din bilan shug'ullanish emas. Din to'g'risida Uyg'urning diniy akabirlari so'zlashi kerak. Şuna din to'g'risida so'zlashga mening salohiyatim toshmaydi. Biroq din muayyan jamiyatda bir xil madaniyat hodisasi ekan. Din millatga taalluq madaniyat hodisasining mavjudlik shakli ekan. Mening bu to'g'rida bir ikki jumla so'z qilish majburiyatim bor deb o'ylayman. Onun üstüge Xitoy mustamlikçileri leksimizden davamını keyingisiden anlayış sürmetlik vatandaş.